Ovozim boryapti sizlarga. Kimlar misollarni ishlab chiqdi? Xo'sh, zo'r men ishladim. Aha. Yana qolganlar ishladimi? Bir kishimi ishladim? Okey. Xo'p, qolganlarchi bizda? Mhm. Yaxshi. 10 ta ishladim, qiynadim. Ishladim. Yaxshi. Tushunmaganlarim bor. Okey, 5-ni tushunmadim. Okey, demak yaxshi ishlagan bo'lsangiz zo'r. Xo'p, xatoni analiz qilish boshqa. Va ya'ni ishlab turib, ya'ni ishlamasdan turib, prosta analiz ko'rish bilan xatolar analizini ko'rish boshqa narsada. Ko'pchilik mana shunday qiladi. Erinadi darsda birga qilamiz deydi. Ya'ni ko'pchilik vaqti bo'lmaydi, yani ish bilan bo'lishi mumkin, o'qishi bo'lishi mumkin. Ustoz bilan birga ko'rib ketaman deydi. U eng xato narsa mana shuda. Ya'ni eng past baro oladiganlari xatosi shu. Ya'ni prosta ovoz yaxshi kelmayapti. Ovoz menimcha yaxshi boryapti. Ko'pchilik qiladigan xatosi mana shu. Ya'ni o'ylaydi, misollari vaqtim yo'q, ustoz bilan ishlasan bo'laveradi deydi-da. U narsa lekin bizga kerak emas. U minus ishlab qoladi biz uchun. Xo'p, demak ketdik. Bo'lmasa birinchi misol sizlar bilan analizini boshlaymiz. Bizga aytishi bo'yicha nima debdi? Line bor debdi. Ya'ni bitta to'g'ri chiziq bor ekan bizda. Buni salgina kamaytiramiz. Xo'p, bizda nima bor ekan? Bizga line, ya'ni to'g'ri chiziq bor ekan. To'g'ri. Demak, bizga chiziq bor ekan. Va bu to'g'ri chiziq standart x, y coordinate plane deb qo'yibdi. Bu nima degan? Bu degani oddiygina siz bilgan x, y o'qi bor. Oddiygina siz bilgan mana shu x, y o'qi. Ya'ni oddiygina bizning x, y o'qi bo'lyapti ekan. Xo'p, ne qilamiz? Buni tekislasa bo'larmikan? Bo'ladi ekan. Oddiygina biz bilgan, demak, mana bu oddiy y o'qi, mana bu esa siz bilgan x o'qi bo'lib qolaveradi. Mana shu standart x, y plane. Va mana shu standart x, y plane dan passes through. Passes through degani o'tmoq. Shunchaki o'tmoq. Nimadan o'tar ekan? Points. Point degan bizga nuqtalar deb qo'yibdi ekan. Nuqtalar. Ya'ni mana bu nuqta va mana nuqtani berib qo'yibdi. Va bizga the slope of the line is debdi. Ya'ni bu line'da, ya'ni bu to'g'ri chiziqning slopi nima? Ya'ni -7,5. Demak, mana bu -7, mana bu bizda 5 bo'lsin. Mana bu nuqtadan o'tish kerak ekan va 1 u -4dan. Ya'ni mana bu biz uchun 1 bo'lsin, -4 biz uchun mana bu bo'lsin. Ya'ni mana bu ikkita nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziq. Bu ikkita nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziq e'tibor beradigan bo'lsak, qarang qanday ko'rinishda bo'lyapti. E'tibor bersak, bu kamayuvchi to'g'ri chiziq bo'lib qolyapti, to'g'rimi? Kamayuvchi to'g'ri chiziq bo'lgandan keyin, ya'ni qarang, x ning qiymati ortyapti, lekin y kamayapti. Ortyapti, kamayapti. Bu biz uchun kamayuvchi to'g'ri chiziq deyiladi. Va o'zi tushunsangiz bo'ladi. Qarang, -7 da 5 edi. Qarang, -7 da 5 edi. Endi qarang, 1 qo'ydingiz. 1 qo'ydingiz degan x ning qiymati nima bo'ldi? Oshdi. Increase bo'ldi. Lekin y ning qiymati -4. Lekin y ning qiymati kamaydi. Biz o'rgangandik, x ning qiymati oshsa, y niki ham oshadigan bo'lsa, bu yerda bizda slope, ya'ni slope burchak koeffitsiyenti pozitiv, ya'ni musbat. X ning qiymati oshsa-yu, lekin y ning qiymati kamaysa, yo x niki kamaysa, y ning oshsa farqi yo'q. Endi bir-biriga teskari bo'lib qolsa, bu yerda slope is negative. Ya'ni bu yerda slope biz uchun manfiy bo'lib qoladi ekan. Xulosa, demak bizda slope negativ, ya'ni A variantini tanlab olaman deysiz ekan. Ya'ni aynan chizma bo'lish shart emas-da. Ya'ni mana shu chizmalarda qilmasdan turib bitta, ya'ni shu siri bo'lsalar nima qilasiz qarang. X ning qiymati ortdi, lekin y ning qiymati kamaydi. Bir-biriga teskari bo'lib qolyapti. Bo'ldi, negativ. Ne qaraysiz, x ning qiymati oshdi. Mana bu 14 bo'lib qoldi misol uchun. Y ning qiymati ham oshdi. Bu yerda pozitiv. Mana shunday qilib ketsak bo'laveradi. Ya'ni aynan bu narsa kerak emas. Bu kitobiy usuli, ya'ni kelib chiqishi bu balobatlari bizga bu qiziq emas imtihonda. Bizga imtihonda tushgan savol hammasi. Real test deyapti, qarang, 2023, 2024. 2024 savoli bari 2025 da tushgan. 2024, 2025 savollari mana shu ishlatganingiz. Qayerdadir bir to'g'ri chiziqlar bo'yicha tushuntiradigan mavzu emas bu. Ya'ni to'g'ri chiziqlar bo'yicha berilgan, ya'ni o'zim tuzgan misol emas. Buni bari haqiqiy imtihonda tushgan to'g'ri chiziq bo'yicha masalalar. Bular biz uchun terib olingan. Ko'ryapsizmi, mana shunaqa vaziyat bo'lsa, primoy qaraymiz ekan, x-ga, y-ga bo'ldi, javob tanlaymiz ekan. Ya'ni oson usulini oxirida aytib ketaman. Bitta kitobiy ko'rsatib beraman baribir, qayerdan kelganini ko'rish uchun. Demak, ketdik. Ikkinchisi. What? Nima deyapti? Qanday deyapti? Xo'p, nima qanday? Midpoint. Midpointni biz o'rgangandik. Midpoint degan biz uchun o'rtasi edi. Midpoint. Ya'ni bu bizda mana bu va mana bu chiziq bo'lsa, buni o'rtasi deganida. Nimaning o'rtasi? Mana bu of bizga preposition edi, bog'lovchi edi. Line segment. Line segment degani kesma degani. Kesma. Line to'g'ri chiziq-ku, segment qo'shilsa yoniga kesma bo'ladi. Ya'ni mana bu biz uchun line segment bo'lib qolar ekan.
Endi qarang. With deyapti, bilan deyapti, ya'ni qo'shimcha ma'lumot beryapti. Endpoint degani uchlari. Uchlari. Uchlari degani mana bu bitta uchi deyapti 2u 6 da, mana bu bitta uchi deyapti 6u 10 da. Ko'rdingizmi? Endi bizga shuni o'rtasi so'ralyapti ekan. Biz o'tgan darsda ko'rgandik midpoint tushunchasini, ya'ni misol uchun men sizga aytdim, 9 bilan 11 ning o'rtasi nima bo'ladi desam, siz aytdingiz 9 ga shuni 11 ni qo'shuvdingizda 2 ga bo'ldingiz 15 yo'g'i 20 10 chiqdi. Ha, bu yerda o'rtasi bizda 10 bo'lyapti ekan deysiz. Ya'ni 9 bilan 11 da. Yoki 21 bo'lganda 15 bo'lardi, to'g'rimi? Qo'shib 2 ga bo'lardingiz. Bunda ham xuddi shunday. Coordinate, ya'ni x y bo'lgan bilan hech farq qilmaydi. Nima deydi? X ni topmoqchimisan, ya'ni midpointda o'ziga yarasha x y bo'ladi, to'g'rimi? Midpoint sen x ni topmoqchimisan deydi. Ha, x ni topmoqchiman desangiz, bo'ldi. X ga x ni qo'sh, 2 ga bo'l deydi, bo'ldi. Ya'ni x ga x ni qo'sh, 2 ga bo'l. 8 4 bo'ladi. Y ni topmoqchiman desangiz, bo'ldi. Y ga y ni qo'sh, 2 ga bo'l, tamom. Javob 8 bo'lar ekan. Ya'ni 4 u 8. Bormi variant? Bor ekan. Ya'ni C varianti berilyapti ekan. Xo'p, uchinchisi. Bunda nima deyapti ekan? Which of the following tarjima qilinmaydi, ya? Tarjima qilmaysiz. Which of the following deb o'zingiz maydalashtirmang. Tarjima qilinmaydi. Bitta qaraysiz. Variantlardan qaysi biri degan. Xo'p, nima ekan? True. True degan siz uchun to'g'ri degan. Bunaqa savol turi har doim keladi. Yodlab qo'ying. Which of the following statements is true? Bo'ldi. Ya'ni qaysi biri to'g'ri? Mana bu uchun. Har doim tenglamani y barobar mx plus b ko'rinishiga keltirib olishimiz kerak. Buning uchun y ni olib qolamiz, 3y ni. Mana bu minus 4x ku. Buni o'ng tarafga qarab o'tkazamiz. Ya'ni plus 4x. Minus 6 esa joyi turibdi. Mana bu 3 ko'paytiruv, to'g'rimi? Uni bo'lish qilib o'tkazib yuboramiz. Ya'ni 4 ni tagiga 3 tushadi, minus 6 ni ham tagiga 3 tushadi. Endi e'tibor bergan bo'lsak, biz uchun qarang, mana bu slope is positive, to'g'rimi? Slope biz uchun nima bo'lyapti? Musbat bo'lyapti. Biz aytgandik, mana bu ozod hadimiz bor edi, eslizdan mana bu b. Mana bu b necha bo'lsa, o'rgatgandim. Misol uchun sizga y barobar 2x plus 7 desa, mana bu necha bo'lsa shunda kesadi. 7 mi? 7 da kesadi. Minus qilib ko'ramiz. Minus 6 taqsim 3 qilib ko'ramiz, ya'ni 2 qilib ko'ramiz. Qarang nechida kesyapti. Demak bizda minus 2 mi mana bu? Ne qaraysiz, y ni minus 2 da kelsa. Demak, xulosa bizda to'g'ri chiziq deganimizda mana bu ozod hadi bor-ku deysiz. O'sha ozod hadi necha bo'lsa, ishorasiga qaraysiz. Necha bo'lsa o'sha y kesadigan nuqta. Demak, y kesadigan nuqta esa negativ. Bitta qaraymiz. Negative slope biz uchun pozitiv slope edi. A bilan B variant chiqib ketdi. Negative y-intercept, positive y-intercept. Bizning y-interceptimiz, y-intercept degan y ni kesadigan degan, ya'ni y kesadigan nuqtasi pozitiv. Emas, negativ. Shuning uchun D javob bizda chiqib ketar ekan. Bo'ldi, mana shuncha olamiz, ya'ni biz uchun C javob to'g'ri. Xo'p, 4-inchisi. Bunda nima deyapti? What is a slope? Slope ni bilamiz, burchak koeffitsiyenti. Koeffitsiyenti. Topish muammo emasmi? 3y qarang. Qolsin joyida mayli. Minus 3y qolsin. Xo'p, 7x ni u yoqqa qarab minus o'tkazamiz. Plus 4 o'zi turibdi. Mana bu minus 3 ko'paytiruv bo'lganligi uchun bu yoqqa qarab bo'lish qilib tushiramiz. Ya'ni y da o'zini qoldiramiz. Minus 7 ni tagiga minus 3 ni tushiramiz. 4 tagiga ham minus 3 ni tushiramiz ekan. Bizga bu qism muhim emas, chunki biz uchun slope so'ralyapti. Slope esa mana bu. Ikkita minus tushib ketadi va 7 taqsim 3 bizda qoladi ekan. Bo'ldi. Biz uchun slope bu 7 taqsim 3 deb qo'yasiz ekan. Xo'p, demak mana bu yozib qo'yamiz 7 taqsim 3. Demak bizda 5-inchisi. Endi qarang, endi boshqa savol beryapti. What is a slope? Okay. Faqat a line perpendicular deyilyapti ekan mana bunga. Qarang, 4y qolsin. 4y qolsin. Mana bu 6x ni qarang, yoniga 10 o'tkazamiz. Ya'ni 6x ni yoniga 10 o'tkazdik minusda. Faqat joy almashtirib qo'ydim, qarang. O'ngdan chapga, chapdan o'ngga farqi yo'q uni. 4 ko'paytirib bo'lgani uchun bo'lish qilib tushiraveramiz. 6 ni tagiga 4 tushadi. 10 ni tagiga ham 4 tushadi. Bizga bu muhim emas. Bizga mana bu qism muhim. Ya'ni 6 taqsim 4. 6 taqsim 4 degani 2 ga hisoblasak 3 taqsim 2 deganida. Burchak koeffitsiyentining bittasi 3 taqsim 2 bo'lsa, 3 taqsim 2 bo'lsa, bunga perpendikular qanaqa bo'ladi desam, siz aytasiz. Ikkita perpendikular to'g'ri chiziqlarni burchak koeffitsiyentlarini ko'paytirsam minus 1 berish kerak. Bu kitob usuli. Joy darajasiga qanaqa ketamiz siz? Joy darasi hozir buning 3 taqsim 2 mi? Da. Uni teskari qilasan. Ya'ni 2 taqsim 3 qo'yasan deydi. Bu plus bo'lsa bu minus. Agar minus bo'lganda plus. Bo'ldi. Mana m2, ya'ni ikkinchisini burchak koeffitsiyenti.
Demak, biz uchun so'ralgan savolning javobi -2/3. Va bu D javobda berilyapti ekan. Mana shu 5 daqiqa pauza qilib olamiz, chuqur nafas olamiz va sizlardan so'rayman, qani 5 gacha vaziyat yaxshimi? Tushunyapsizmi? To'g'ri chiziq bo'yicha fikr paydo bo'lyaptimi bizda? Nimani aytyapti ekan ustoz degan narsa bo'lmayaptimi? Mhm. Cho'tki. Demak, mana shunday davom etamiz. Xo'p, 3 ni debsiz. 3 da menimcha hech qanaqa muammo yo'q edi. Tushunyapman hammasini. Okey. Bo'ldi. 6-inchisi. Xo'p, bunda qanaqa vaziyat ketyapti ekan? Endi qarang, bizga savol berilyapti. M degan to'g'ri chiziq is shown debdi. M ko'rsatib qo'yilgan debdi, lekin bizda ko'rsatilmabdi. Mayli, kerak emas. Shown degani ko'rsatilgan degani. Ko'rsatilgan. Bu narsa asosan grafik berilganda aytiladi. Grafik yo'qligimizga. Lekin aytib qo'yibdi, passes through the points. Uchalasi yonma-yon keladi. Passes through the point. Nuqtadan o'tmoq. Nuqtadan nuqtadan o'tmoq. Har mavzuni tepasida lug'at bermang, o'shan cho'tki tushunib olsangiz, maza qilishasiz misollar. Qaysi nuqta? Bu bilan bundan o'tar ekan. Va what is the slope debdi ekan. Jaydari usuli kitobiy usuli. Birinchi kitobiy usulni ko'rib chiqamiz, keyin jaydari usuli yaxshiligini tushunib yetasiz. Qarang. Bizda ikkita nuqta berilgan. x1 0 qo'yganingizda chiqqan y1 5. Ikkinchi nuqtamiz bizda 2, y2 miz shunda 0. Qoida bo'yicha slope topib bering desam, siz aytardingiz. Men y2 dan y1 ni ayiraman. Qaysini y dan boshlagan bo'lsam, shuni x dan davom ettiraman deysiz. Bu kitob usuli. Va bu bo'yicha javob nima chiqadi? Y2 dan y1 ketsa, 0 dan 5 ketsa -5, 2 dan 0 ketsa 2. Demak, -5 taqsim 2 chiqar ekan bu bizda, demak, kitob usuli. Bu usul bizda har doim mana shunday qilib ketsangiz bo'laveradi. Ya'ni, любое время mana shu slope topib ber desa, og'zaki qilib ketsangiz bo'ladi. Yo'q, men og'zaki qilmayman desangiz, ikkinchi usuli ham bor buni. Ya'ni, qanaqa ekan bu desangiz, shuni desmizga kiramiz. Plusni bosamiz. Table esa o'rgatdi. Table ustiga bitta bossangiz, aytasiz bo'ldi. Misol uchun, bizda nuqtalar bor. 0 5 2 0. X1 ga 0 qo'ysam, y1 5 chiqadi deysiz. 2 qo'ysam esa 0 chiqadi deysiz. Keyin mana bu ustiga bitta bosiz iteration'da. Ustiga bitta bosadigan bo'lsak bo'ldi. Bizga qarang, -2 deb chiqarib beryapti. Endi o'zimni qo'limni o'rgataman desangiz, bundan ketganingiz yaxshi. Ya'ni qo'lni o'zi o'rgatib, to'g'ri chiziqlarni paydo qilishga o'rgatsangiz, ya'ni yasashga, bu yaxshi. Xohlasangiz bu tomonlama 2,5 chiqaring minusni, xohlasangiz bu tomonlama. Bizga ikkalasi ham demak to'g'ri bo'ladi ekan. -2,5. Ketdik. 7-inchisi. Bunda qanaqa vaziyat ekan? Bu mavzuni zo'r o'rganing. Mana shu mavzuni o'zini o'rgangan odam уже 600 dan baland chiqib ketadi. Natijasi, chunki bunga doir masalalar kamida 10-15 ta tushadi. To'g'ri chiziqlarga oid. When degani bizga qachonki. Qachonki debdi. Point y mana shu nuqta bor deyapti. Qachonki mana shu nuqta deyapti. Graph in the x standard xy plane. Bu bir tiyinlik qizig'i yo'q. Midpoint debdi. Midpoint degan o'rtasi. O'rtasi, ya'ni x y ning o'rtasi mana bu ekan. Xo'p, shunda what is the coordinates deyapti ekan. Nimani? Point x. X niki. Qarang, o'zi bizda standart xy plane da mana bu x bo'lsin, mana bu y bo'lsin. Va bizga x ni xy ga so'ralyapti. Bu yo'q ekan. Lekin y niki bor ekan, 2 4 ekan. Va undan tashqari midpoint bor ekan, o'rtasi bor ekan, -2 3 ta deb aytilyapti. Endi qarang. Bizga buni x bilan y ni qanday topamiz? Endi siz aytasiz. O'zi mana bu midpoint x, ya'ni -x qayerdan kelib chiqqan? Bu x ni x ga va y ni x ga x ni qo'shib 2 ga bo'lgandan kelib chiqqan. 2 ga bo'lish bo'lgani uchun ko'paytirishga o'tsam -4, bu x + 2. 2 plus bo'lganligi uchun chap tarafga qarab -4 o'tkazib yuborsak, demak x ning qiymati bizga -6 bo'lib qoladi ekan. Xo'p, y-gachi degan savol bermasdan turib, bitta x -6 bo'lgan nuqta D javobda ekan. D javob belgilab, keyin savol o'tkazsangiz bo'laveradi. Lekin bilaman, imtihonda hech kim tavakkal qilib ketmaydi. Ya'ni y ni ham topib ko'raychi deydi. Y topmoqchi bo'lsang nima qilasan deymiz. Birinchi qiladigan ishimiz bu mana buni y. Ya'ni buni y ga qayerdan kelib chiqqan? Buni y ga, prosta buni y ga buni y ni qo'shgan va 2 ga bo'lgan. Shundan kelib chiqqan. Demak, 2 bo'lish bo'lgani uchun ko'paytirishni o'tkazamiz. Y + 4 hosil bo'ladi. 4 plus bo'lganligi uchun bu yoqqa qarab minus o'tadi va 2 qoladi ekan bizga. Mana haqiqatdan 2 bekorga chiqmagan ekan.
Mana shu yerda o'zida ish hal qilib ketsak bo'lardi. No, tekshirib qo'yganimiz o'zimiz uchun yaxshi. Hozir men aytganimni imtihonda ba'zi tekshirasiz. Xo'p, 8-inchisi. Bu nima deyapti? Xo'p, bizda Telegramda chat bo'lyapti ekan. Xo'p, bizda Zoomda darslar bo'lyapti. Yozib qo'yinglar. Kimni kommentga yozgan bo'lsa, what is a length? Length degani bizga uzunlik. What deyapti? Uzunlik nima deyapti? In coordinate units. Koordinata birligida aytyapti. Nimaning deb so'rasangiz, line deyapti. To'g'ri chiziq. Qanaqa to'g'ri chiziq desangiz, qarang, with qo'shimcha ma'lumot beryapti. Endpointlari deyapti. Endpoint degani uchlari. Uchlari deyapti. Mana bu va mana bunda bo'lsa deyapti. Men bunday o'yladim, hozir men nima qilishim kerak edi? Distance formasi bor edi, qayerda qolib ketgan bir eski forma deyman. Ya'ni любой bitta x dan x ni ayirish kerak edi, kvadrat qilish kerak edi. Undan любой bitta y dan y ni ayirish kerak edi, kvadrat qilish kerak edi. Keyin nima qilish kerak? Ildizdan chiqarish kerak edi. Va unaqa bo'lsa menda nima chiqardi? -9dan shuni ayirardim kvadrati. -2dan 7 ni ayirardim kvadrati. Shunda menda mana bu -12 ku, lekin kvadrati baribir +144. Mana bu -9, lekin kvadrati menda 81 edi. Yig'inda nimani beradi? Ildizosi 225 ni beradi. Ya'ni 225 dan 15 chiqish kerak aslida ildizda. Lekin bizda 15 emas, просто ildizda berib qo'ygan ekan. Bu kitob usuli. Hozir lekin misol nuqtalar oson bo'lib qoldi bizga topishga. Erta kasrlar aralashib ketadi, har xil nuqtalar berib qo'yadi. Qo'lda ishlayman desangiz boray deysizda, ya'ni qo'lda ishlashga erinasiz. O'sha vaziyatda nima qilasiz? Desmosga bitta kirasiz. Demak, manaqa D I S T A N S E. Ya'ni distance, masofa degan so'zni yozamiz. Masofa degan so'zni yozishga erinsangiz, men aytdim, adashmasam functionsda sal ko'tarsangiz, distance bo'lishi kerak edi adashmasam. Yo'qmikan? Menimcha bo'lardi. Tak. Yo'qmi deyman, bu yerda bo'lishi kerak, lekin distance, midpoint degan narsalar bo'lardi bir zamonlar, mana bor ekan. Geometryda bor. Distance ustiga bitta bosasiz chiqadi. Xohlasangiz shuni qilsangiz bo'ladi, lekin men masal beraman qo'lda. Distance. Distance. Demak, qavs ikkita ochiladi bilamiz, bitta, ikkita. Birinchisiga birinchi koordinata -9 u -2. Qavs yopib, o'rtaga virgul qo'yib, ikkinchi qavs ochiladi. Va 3 u 7 yozsa 3,7. Bu 15 chiqarib beradi. 15 xohlasangiz ildizosida 225 deb yozsangiz bo'ladi, to'g'rimi? Mana D varianti berilgan ekan. Mana shuni topsak ham bo'laveradi, ya'ni desmosga qo'ygan holda. Xo'p, ketdik. Keyingisi. Xo'p, which of the following correct deb qarang. Boya true degandi. Boya qaysi biri true, qaysi biri to'g'ri degandi. Endi correct. Eslab qoling, true bilan correct ikkalasi bitta narsa. Sinonim so'zlar. Ona tilida o'tgansa sinonim degani ma'nodosh, ya'ni bitta ma'noga ega so'zlar. Bizga qaysi biri to'g'ri deyapti ekan. Mana buni tenglamasi kerak ekanda, to'g'rimi? Bunday xulosa qilishingiz kerak. Bu to'g'ri chiziq, kamayuvchi to'g'ri chiziq. O'suvchi bo'lganda mana bunday ketardi. Kamayuvchi to'g'ri chiziqni burchak koeffitsiyenti manfiy bo'ladi. To'g'rimi? Slope manfiy. Slope manfiy bo'lgandan keyin slope nima degani? Slope bu x ni oldidagi koeffitsiyentmi? Mana shumi slope? Unday bo'lsa, x ni oldi manfiy, mana musbat nima qilyapti? Musbat chiqarib tashlayman. Xo'p, endi misol uchun bitta nuqtani qo'yib oling. Misol 2 qo'ysangiz 0 chiqish kerak ekan. 2 qo'ying, demak sizda 0 chiqmaydi. 0 chiqadimi? Yo'q, 2 qo'yadigan bo'lsangiz -1 +4. Bizda 3 chiqar ekan javobimiz. Bu to'g'ri kelmadi. Xo'p, bunga 2 qo'yib ko'ring. -4 +4. Bu 0 chiqar ekan. Siz javob tanlasangiz bo'lar ekan. Mana shu bizga demak javob topishda osonroq yo'li bo'lar ekan. Xo'p, keyingisi 10-inchisi. Bunda nima deyilyapti ekan? Xo'p, bizga aytishi bo'yicha ekran menimcha yaxshi qotgani yo'q. Line A, ya'ni A degan to'g'ri chiziq. Parallel deyilyapti B degan to'g'ri chiziqqa. Lekin B degan to'g'ri chiziq qarang, not shown. Not shown degani ko'rsatilmagan. Internetingizdan bo'lishi mumkin agar kimlarda ekran qotib ketgan bo'lsa. Endi aytilyapti qarang. B degan to'g'ri chizig'imni deyapti. B degan to'g'ri chizig'imda. Slope bu 2 bo'lgan. Slope 2 bo'lgan. Menga which of the following degani variantlardan qaysi biri degani. Ya'ni could be degani bo'la oladi. Bo'la oladi. Nima bo'la oladi? Equation degan tenglama. Tenglama. Nimaga? B degan to'g'ri chiziqqa. Demak, qarang. Bunda o'ylaylik. B degan to'g'ri chiziqning slope mana bu bo'lsa, mendagi A degan to'g'ri chiziqniki ham x ni oldi 2 bo'lishi kerak edi deb siz javob topib ketaman.
Ko'ryapsizmi? 2 sekundlik masala. 2 sekundlik masala bizda. Nimaga? Chunki biz bilardik, ikkita parallel to'g'ri chiziq bo'lsa, ularni burchak koeffitsentlari bir xil bo'lishi kerak. Ya'ni buniki slope 2 bo'ldimi? Buniki ham 2 bo'lishi kerak. Slope qayerda turadi? Slope x'ni oldida turadi. Bo'ldi, masala hal ekan bizda. Xo'p, 11-si. Bunda nima deyapti? Bunda endi qarang. To'g'ri chiziqni berib qo'ygan ekan. Bu to'g'ri chiziq k ga tegishli ekan. Chunki defined. Defined degani aniqlanadi. Aniqlanadi. Qanday aniqlanadi desa, mana bunday ko'rinishda. A degan line bor ekan. A degan line, lekin perpendikulyar deyapti. Perpendikulyar degan so'zni o'qigandan sirazi tepaga yozib keting. Burchak koeffitsentlari ko'paytmasi -1 bo'lishi kerak deb. Ko'pchilik mana shu perpendikulyarda parallelni perpendikulyar adashib qo'yadi, mayda xato qilib qo'yadi imtihonda ham, praksisda hechqanday ham, vaqtga qo'yib hechqanday hamda. Ya'ni men ko'paytmasini -1 olishim kerakmi yo teng olishim kerakmi deb adashib ketadi-da. Shuning uchun ustiga yozib ishlashga o'rganing. Misol yechayotganingizda ham daftaringizga ham ustiga yozib ketishga o'rganing. Imtihon kirganingizda miyani o'zi yozib ketadi. Perpendikulyar degan so'zni o'qiganingizda miya sizga o'sha signal berib turgan bo'ladi. Hozir ko'paytmasini -1 qilasan deb. Uning uchun siz misollarda yozib ketishingiz kerak, ya'ni qo'lda o'rgatishingiz kerak. Keyin miyani o'zi o'rganib qoladi. What is the slope? Slope so'raladi faqat aniq. Biz nima qilamiz? Oldin bunikini topaylik. Buni slope 5y ni chap tomonda qoldiraman, 3x ni o'ng tomonga o'tkazaman minusda. 24 esa o'zi turibdi. Endi qarang, 5 ko'paytirib bo'lib turibdi. Uni bo'lishga o'tkazib yuboramiz. Ya'ni 3 ning tagiga ham tushadi 5, 24 tagiga ham tushadi. Menga mana bu bir tiyinlik qizig'i yo'q bu qismda. Menga asosiy qism mana bu. Qarang, buniki manfiy ekan, demak tushundim. Hozir men uchun narigi to'g'ri chiziqniki, ya'ni A degan to'g'ri chiziqniki musbat bo'ladi. 3 taqsim 5 ni teskari qilib qo'yaman, bo'ldi 5 taqsim 3x. Bu yog'i nimadir bo'lishi kerak, menga qiziqmas. Ya'ni 5 taqsim 3 deb yozib ketaman ekan. Nimaga? Chunki ko'paytmasi 1 chiqishi uchun teskari sonlar bo'lishi kerak. Ya'ni A ni teskarisi 1 taqsim A, ko'paytma 1. Endi bu musbat bo'lsa, buni manfiy qilamiz, bu manfiy bo'lsa, buni musbat qilamiz. Chunki bizga manfiy kerak-ku. Bu manfiy ekan, buni musbat qildimda, teskari qilib qo'ydim. Agar bu musbat bo'lganda buni manfiy qilib teskari qilib qo'yardim. Farqi yo'q. Aynan siz men hozir 3 taqsim 5 ga nimani ko'paytirsam -1 ekan deb minusga tashlab yuborib, mana bu 5 ni bu yoqqa qarab ko'paytirib o'tkazib, 3 ni tushirib, unaqa narsa kerak emas. Prosta qarang, teskari qilib yozib qo'ying bo'ldi. Masala bizda hal ekan. Hozirdan o'sha imtihon kirganingizda qanaqa ishlaydigan bo'lsa, shuni ishlab ketavering. Boshida kitobni ishlayman, keyin imtihon kirgandan tez ishlayman yo'q. Hozir tez ishlaysiz, tez ishlashni o'rganasiz, imtihonni ham tez ishlaysiz-da. Siz darsda o'zi oson nima deydi? Oson, easy yo'llar bilan ishlashni o'rganganingizdan keyin imtihonda unaqa easy yo'llar hayolingizga kelmay qoladi. Ya'ni men o'rgatgan uzun-uzun yo'llar hayolingizga kelib qoladi. Shuning uchun hozirdan oson-usulni o'rganamiz, imtihon kirganda ham esimizga keladi. Fx is decreasing line. Decreasing line nima degani? Kamayuvchi to'g'ri chiziq. Mana shu decreasing line degan so'zning o'zi burchak koeffitsiyentining manfiy degan tushunchani tiqib ketyapti bo'ldi sizga. Chunki bizga qachon to'g'ri chiziq decreasing bo'ladi? Qachonki burchak koeffitsiyenti manfiy bo'lsa. Bo'ldi, manfiy ekan. Demak, kamayuvchi deb tushundik. Va passing through, boya o'rgandik, o'tmoq degani. Nimadan o'tadi? Mana bu, mana bundan o'tar ekan. Okey, bu fx. Endi aytish bo'yicha fx va gx perpendikulyar. Okey, menga gx haqida ma'lumot kerak ekan bo'ldi. Nima qilaman men? Men birinchi fx ni burchak koeffitsiyentini topishim kerak. Uning uchun 0 dan 1 ni ayiraman, qarang. Y dan y ni ayiraman, -1. X dan x ni ayiraman, 2. Mana burchak koeffitsiyenti tayyor chiqdi. Bu fx niki. Gx niki nima bo'ladi? Qarang, bu musbat, demak meniki, ya'ni bu manfiy, meniki musbat bo'lishi kerak. Bu ikkita variant o'yindan chiqib ketadi. Bu 1 taqsim 2 meniki teskarisi bo'lishi kerak. Ya'ni 2x ga boshlanishi kerak. Bu muhim emas. Ya'ni bu joyga qayerdan kelib qolgan degan narsa bo'lmasin mana bu qismlari. Bu bizga muhim emas. Bo'ldi, demak men D javob topib ketaman ekan. Demak, siz ham D variantini belgilab qo'yasiz. Xo'p, keyingiz 13-si. Bunda qanaqa vaziyat? 0 qo'y 15 chiqsin, 1 qo'y 20 chiqsin deyapti. Endi mana shu yerda nima qilamiz? Eng oson yo'li nuqtani qo'yib yuborish. Qarang, 0 qo'ysiz 15 chiqadimi? 15 chiqadi. 0 qo'ysiz 15 chiqadimi? Bu qoladi, bu chiqmaydi. Bu 0 qo'ysiz chiqadi, bu 0 qo'ysiz chiqmaydi. Birgina mana bu nuqtani o'zi bilan tushunib oldingiz, ikkita variant o'yindan chiqib ketishadi. 1 qo'ysangiz 20, 1 qo'ysam, yo'q, 20 chiqmaydi, 1 qo'ysam mana bu chiqar ekan. Desimiz kerak emas. Desimizga siz mana uni ochib, hozir plus bilan tabelda ochaman. 0 qo'ysam 15 chiqish kerak ekan. 1 qo'ysam 20 chiqish kerak ekan. Keyin ustiga bosishim kerak ekan, to'g'risiz chiqarishim kerak ekan deb o'tirmaysiz. Prosta nuqtani berib yuboring bo'ldi. Nechidir sekundga farq qiladi.
Ikkalasi 3 sekundmi, 5 sekund farq qilishi mumkin, lekin mana shu 3 sekund, 5 sekund bizga imtihonda kerak bo'ladi-da. Ya'ni siz 10 ta misoldan 5 sekunddan yig'adigan bo'lsangiz, pastda 1 minutga yaqin vaqtni saqlab qolgan bo'lasiz-da. 1 minutingiz nima qilasiz? Boyagi qiyin masalalarga berasiz keyin. Mana shuni iloji boricha sekundigacha o'lchang. Farq qilmaydi ekan deb ketmang. Ertaga imtihonda sekundlar ketadi. Ya'ni 10 sekund bo'lganda masalan ishladim deydigan armoningiz qolib ketishi mumkin misollarda. Okey, 14-inchisi. X-intercept. X-intercept deganda sразу miyaga urish kerak, Y-ga 0. Y-intercept desa sразу X 0. Tamom. Menga X-interceptmi? Bo'ldi. Y-ga 0 qo'yib yuboraman, bo'ldi. Ketdi mana bu. 5 taqsim 4x bu 3 ekan. 4 bo'lish bo'lib turibdi. Avval ko'paytirib o'tkazaman. Bu 12 bo'ladi. 5 ko'paytirib bo'lib turibdi, to'g'rimi? Buni bo'lishga o'tkazib yuboramiz. Bizda javob 12 ning ichida 5 ikkitadan va 5 dan 2 degani bu aslida 4 degan. Ya'ni 0.4 bo'lsa 2.4 bo'lar ekan umumiy. Demak biz 2.4 deb yozsak ham bo'laveradi yoki 12 taqsim 5 deb yozsak ham bo'laveradi. Ikkalasini ham qabul qilaylik imtihonda. Xo'p, 15-inchisi. Bunda nima deyilyapti? To'g'ri chiziq berganman deyapti. Xo'p. Line K bor. Bu M ga tegishli. Qarang, bu M. Bu K boshqa to'g'ri chiziq. Perpendikulyar deganda sразу miyaga nima uradi? Ha, burchak koeffitsiyentlarini ko'paytmasi hozir -1 chiqadi. Okey. Yana qo'shimcha ma'lumot bor. Boya qarang, biz boya prosta teskari qilib qo'ydik. Mana bu qismni inobatga olmagandik, to'g'rimi? Endi mana shu qism hal qiladi bizda. Bu qanaqa ishlatamiz desangiz, endi aytadi, senga deydi, mana bu nuqtani berganman deydi. Passes through the point. Passes through the point degan o'tmoq degani. Ya'ni nimadan? X ga 6 qo'ysang, Y-ing 13 chiqadigan nuqta berganman deyapti. Ko'rasizmi, boya berilmagandi. Biz prosta Y barobar, bu manfiy-a? Demak, meniki musbat. Bu 3 taqsim 5 mi? Meniki 5 taqsim 3. 5 taqsim 3x deb, lekin hammasi boshlanadi. Ko'ryapsiz-a? Siz prosta burchak koeffitsiyentlar ko'paytmasi -1 bilan endi ishni hal qila olmaysiz. Endi mana bu nuqta yordam keladi. Endi 6 qo'ysiz 13 chiqish kerak. Endi 6 qo'yganingizda 13 chiqadigan iloji boricha butun sonlar bilan qilib ko'ring. Chunki siz butun songa kasr sonni qo'shsangiz bir g'alati sonlar chiqib ketishi mumkin. Xo'p, qo'yib ko'ramiz. 6 qo'ysam. 6 qo'yadigan bo'lsak, bular qisqaradi ikkitadan. 2 kere 5 10, 10 ga 3 13 chiqdi. Bo'ldi, bir javob tanlab ketamiz ekan. C-dachi. Demak, qo'yadigan bo'lsam mana bunga 6 qo'ysam qisqaradi 2, 2 kere 5 10, 10 ga 7 17. Bu chiqmaydi ekan. Qolgan javoblar tekshirish hojati ham yo'q bizda. Xo'p, ketdik. 16-inchisi. Bu nima deyapti? Passing through the point. Yana o'sha gap. Passes through the points. O'tmoq. Qaysilardan o'tadi? -2 10 va mana bu nuqtadan. Bizga prosta equation kerak. Prosta tenglama kerak. Bu vaziyatda bizda birinchi slop topib olamiz. Keyin to'g'ri chiziqni topsak bo'ladi, lekin men erinayapman bu narsaga. Shunday qaraman, -2 10 to'g'ri 28. Demak, yozamiz. -2 10 to'g'ri 28 deyman. Ustiga bitta bosaman, 3x + 16 ekan. Shunday qarayman, javob belgilab ketaman. Ko'ryapsiz? G'alati ayrishga qiyin yoki kasr aralashib ketsa bo'ldi, sразу desimiz. Oson bo'lsa, ya'ni sразу ayrish chiqib qoladigan bo'lsa, u vaziyatda javobdan ketganingiz yaxshi. Xo'p, 17-inchisi. Bu nima deyapti ekan? 1 qo'y 34 chiqadi deyapti. 2 qo'ysang 31 deyapti. K degan to'g'risiq topib ber deyapti ekan. Bizga tenglar berib qo'yilgan-a? Mana shu yerda shu siri odam bo'lsa nima deydi, qarang. X ning qiymati bittaga ortdi, lekin Y ham 3 taga kamaydi. Demak, bu kamayuvchi to'g'ri chiziq. Kamayuvchi to'g'ri chiziq degani menga mana bu variant va mana bu variant o'yindan chiqib ketadi. Chunki musbatda, musbat o'suvchi bo'ladi. Bu kamayuvchi. Endi mana shu yerda sizga bitta narsa o'rgataman. Y barobar, misol uchun men sizga 2x + 2 degan to'g'ri chiziq bo'lsa, aytsam, qarang. -2x deylik. X ni 0 bering desam, aytasiz Y ham 2 chiqadi deysiz. X ga 1 bering desam, Y ham 0 chiqadi deysiz. X ga 2 bering desam, Y ham demak -4 bo'lsa -2 chiqadi deysiz. Endi ko'ring, qarang. X ning qiymati bittaga ortdi, ya'ni X ning qiymati bittaga ortdi. Y-imiz 2 taga kamaydi. X ning qiymati yana bittaga ortdi, Y ning qiymati yana -2 ga kamaydi. Demak, xulosa qarang, nimaga faqat -2 ga kamayyapti? Chunki slope -2 bo'lgan bu yerda. Tushunyapsiz-a? Chunki slope -2 bo'lganligi uchun 2 taga kamayib ketyapti. Xulosa, X ning qiymati har bittaga ortganda
Y'imning qiymati har qanchadir qiymatga ortsa bu slop bo'ladi. Ya'ni qanchadir qiymatga ortsa bu slopga oshgan bo'ladi. Agar har qanchada slopga kamaysa, slop manfiyligini ko'rsatdi. Ya'ni shunchaga kamaygan bo'ladi. Xulosa, x ning qiymati bittaga ortdi. X ning qiymati bittaga ortdi, lekin y'imning qiymati 3 taga kamaydi. Bu gap menga slopni -3ligini ko'rsatyapti deb mana shu yerda xulosa qilib ketsangiz bo'laveradi. Demak, bunday qarayman, -3ligi menda A variantda berilyapti. Hozir oson, prosta so'z son qo'yaversangiz bo'laveradi. Ertaga shunaqa masalalar kelib qoladi. U vaziyatda mana shu usulni qilib ketsangiz, ancha ishingiz yengillashadi. Mana shu masala o'zi ham bo'lishi mumkin. Pastda ko'ramiz bu narsalarni. Xo'p, 18. Endi bu yerda sal matnli masalaga o'xshayapti. Nu, ko'rib chiqamiz ham. Xo'p, sal kattalashtiramiz buni. Bo'ldi. When degani bizga qachonki. Qachonki. Qachonki roadmap. Roadmap degani xarita degani, ko'cha xaritasi. Ko'cha xaritasi. Ko'cha xaritasi drawn degan chizish. Chizilsa one rest stop. Rest stop degani stop, to'xtash joyi. Stop. Ya'ni bitta to'xtash joyi deylik. Drawn deyapti 2 6da. -2 6da. Second degani ikkinchi degan. Ikkinchi rest stop. Ikkinchi rest stop bizda 814 ekan. Okey, mana bizda bitta rest stop, mana bizda rest stop deb tushunaylik. Endi aytishi bo'yicha one coordinate unit, ya'ni mana shu xarita bo'lsa, qarang. Sizga misol uchun men bitta xarita chizib bersam, bunday xarita bo'lsa-da, mana shu xaritada ichida mana bitta rest stop -2 6da, mana bitta rest stop 814 desam. 814 desam. Va buni orasi mana bunday belgilasangiz bo'ladi, to'g'ri? Mana shuncha masofa bor ekan deysiz. Va mana shuni ichidagi har bitta bir coordinate unit bo'ladi-yu. Misol uchun orasi 20 chiqdi degani 20 ta coordinate unit bo'ladi-da bu aslida. Ya'ni unit degani birlik degani. Ya'ni bitta koordinata birligiga teng bo'ladi. Mana misol uchun bunaqada 20 ta bor ekan deb tushunsangiz bo'ladi. Endi qarang. Mana shu bitta koordinata birligi deyapti, senda deyapti. 10 milda ko'rsatadi asl hayotda. Ya'ni actual distance shunday bo'lgan. Actual distance degani hayotdagi masofasi. Actual distance. Ya'ni haqiqiy hayotda bu aslida 10 ga teng deyapti. Ya'ni sen ko'rgan koordinatadagi bitta birlik asl hayotda 10 mil masofaga teng. Xaritani bilamiz, nechidir ming masofga kichiklashtirilgan bo'ladi. To'g'rimi? Xuddi globus ham bir nechidir masofga kichiklashtirilgan shakli yerni. Yoki O'zbekiston xaritasida ko'rgansiz, 1 bo'lingan 500 ming. 1 bo'lingan misol uchun 1 milliongacha bo'lishi mumkin. Xaritada kichiklashib ketaveradi. O'sha xaritaga o'xshagan narsa ketyapti. Endi qarang. Sizga closest to deyapti. Closest to. Endi mana shu yerda 3 ta kalit so'zni eslab qolishingiz kerak. Birinchisi closest to. Ikkinchisi nearest to. Uchinchisi approximately. Approximately deydi. Approximately. Endi qarang, mana shu uchalasi ham taqriban o degan. Closest, nearest, approximately degan so'zni ko'rdingizmi? Javobingiz misol uchun 87 chiqib qoldi, lekin variantda 90 bor. Nimaga 87 yo'q? Menga 87 bo'lish kerak deb turolmaysiz. Closest to, approximately, nearest to mana shu so'zda bom bo'ldi. Yaqinroq olib ketyapti bo'ldi sizga. Ya'ni siz aynan siz chiqqan javob bo'lish shart emas. Yaqinroq olib ket bo'ldi deydi. Okey, biz ham xuddi shunday qilamiz hozir. Ya'ni ikkita, demak bizda nuqta orasidagi distance, ya'ni masofani. Xo'p, men hisoblashga erinayapman. -2 6 814 ekan. Shunday kiraman-da. D-I-S-T-A-N-S-E deb yozaman. Distance. Ikkita qavs ochaman. Sirazi -2,6 qo'yaman. Qavs yopib, oraga virgul qo'yaman-da, ikkinchi nuqtani kiritaman qavsni ochib. Ikkinchisi 814 deydi. 8,14 deyman. Qarang, menga taxminan mana shuncha masofa. Bu bizda qanaqa masofa? Bu 12,8 koordinata birligi bor degan. Endi men buni 10 ga ko'paytirsam, asl hayotda 128 mil masofa borligi chiqadi. Demak, bitta qarasak, bizda javob bormi? 128 ga yaqin javob 130 bor ekan. 100 emas. Kimdir 100 deb yozibdi. Bizda 100 emas. Chunki bizda 12,8 ta koordinata birligi chiqdi-da. Bu taxminan 10 ga ko'paytirsak 128 milga to'g'ri keladi, lekin bu javobda 130 deb berilibdi. Mana shuni tanlab olamiz ekan. Sohib Kamol degan akkauntdan kelgan ekan. Xatoyingizni tushundingizmi? Xo'p, demak davom etamiz. Xo'p, 19-si.
Bunda bizda qanaqa vaziyat ketyapti ekan ko'ramiz. Xo'p, 19 ga e'tibor beradigan bo'lsak, bizda linear relationship. Linear relationship degani chiziqli aloqa bor bu yerda. Chiziqli aloqa. Chiziqli aloqa degani senga berib qo'ygan jadvalim bu chiziqli telam bo'yicha olingan. Xo'p, endi qarang. mx minus b ekan. Va sizga m ga b ni qo'sh degan savol kelyapti ekan. Bu to'g'ri chiziqni siz qayta tiklash shart emas. Ya'ni siz bir marta 7 berib 54 chiqarib, bir marta 13 berib 138 chiqarib sistema qilish shart emas. Kim sistema qilib eshitdi bu 19 ni? Xo'sh, sistema qilib eshitgan bormiz. O'zi to'g'ri chiziqni o'qituvchilar o'rgangan menimcha shu sistema qilib eshitishga. Yoki ba'zi o'quvchilar ham shunday eshitishga o'rgangan bo'lishi mumkin. Kim sistema qilib eshitdi bizda? Chatda 40 kishi bor ekan. Hech kim eshitmagan, a? Demak, bizda shunday desmizga kiramiz. Men. Mhm. Desmizga eshitdim. Juda zo'r. Ko'pchilik ustozlar men ko'rganman, oldin o'qitgan ustozlarimiz bor edi. Ko'pchilik sistema qilib yechishga o'rgangan, chunki menga sistema qilib yechish o'rgatilgan. Men ham shunday yechib yurardim, lekin bizda desmiz bor. Aytamiz, x ga 7 qo'ydim, y im 54 chiqdi. Tagidan yozaman, x imga 13 qo'ydim, lekin y im 132 chiqdi desam, mana bu add regression turibdi, ustiga bitta bossangiz bo'ldi, mana tenglamang deydi. Mana qarang, 13 mda o'rin turibdi. Minus ishorasiga qaramang, chunki minus o'zi bor sizda. B ga qarang, o'zak qism 37. Sizga aslida 13 bilan 37 ning yig'indisi nima degan savol ekan. Просто deb yozib ketaverasiz. Tamom. Xo'p, demak, variantlar yo'q ekan, bizga 50 deb yozib qo'yamiz ekan. Xo'p, 20-chisi. Bunda qanaqa vaziyat ketyapti ekan bizda? Xo'p, endi e'tibor beradigan bo'lsak, point deyapti. Point degani bizga nuqta. Qanaqa nuqta? Coordinates deyapti. Ya'ni koordinatalari IU6 da. Lies on, ya'ni yotadi. Nimada? Yotadi deyapti bizga line, ya'ni to'g'ri chiziqda. Agar ishora plus bo'lganda aylanardik-da. Ishora plus bo'lganda b bizda -37 bo'lib qolardi. M bizda 13 bo'lib qolardi. O'sha vaziyatda 13 -37 qilamiz. Hozir esa lekin bizda minus bo'lganligi uchun minusni inobatga olmadik. Xo'p, demak ketdik. Xo'p, bizda point bor with coordinates deyapti, ya'ni IU6 va line lies on the line. Ya'ni to'g'ri chiziqda yotadi. Va contain qiladi. Z degani o'zidan oldin kelgan narsaga o'zidan keyin yana qo'shimcha ma'lumot beradi. Buni biz o'tgan darsda, birinchi darsda o'rganganmiz. Ya'ni number z deyardi. X is deb birmadan ko'p deb olardik. Bizga kerak emas. Men minus deb oldim. Yo'q, minus kerak emas bizda. O'zi minus tayyor turibdi-yu. Ya'ni mana bu masalada bizga desimiz nima deb chiqarib berdi? 13x -37 deb chiqarib berdi. Qarang, bunday qarasangiz x ni oldida 13, bunday qarasangiz minusga qaramang, chunki bu yerda minus bor, sizda minus bor. B ni o'rnida 13 turibdi. 37 turibdi deysiz bo'ldi. Xo'p, bu masalaga keladigan bo'lsak, bu masala contain deyapti. O'z ichiga olish. O'z ichiga olish. Nimani o'z ichiga oladi? Aytishi bo'yicha 0.8 ni 7.0 ni o'z ichiga oladi ekan. What deyapti? What degani bizga qanday? Nima qanday? Value of a. A ning qiymati qanday deyapti. Men nima qilaman endi qarang. Oldin men to'g'ri chiziqni tiklab olishim kerak. Dinamiz o'zi qanaqa bo'lishini bilmasdan turib men qanday sizga a qo'ysam 6 chiqishini bilaman. To'g'rimi? Oldin tiklab olamiz. Oldin tiklab oladigan bo'lsak, qarang. 0 qo'ysang 8 chiqadi, 7 qo'ysang 0 chiqadi deb qarang. 0 dan 8 ketsa -8, 7 dan 0 ketsa 7. Mana slope tayyor. B'si nima bo'ladi desa, B'si 8 deb qo'yasiz. Nimaga 8? Chunki o'zi aytib qo'yib, qarang, x ga 0 qo'ysang 8 chiqadi deb. Biz o'rgangandik, y-intercept. Y-intercept biz uchun ozod hadimiz edi, to'g'rimi? Y-intercept qachon chiqadi desam, siz aytasiz x ga 0 qo'ysam. Berib qo'yibdi-ki x ga 0 qo'ysang 8 chiqadi deb. Demak, 0 va 8 deganimiz bu 8 ni ko'rsatib beryapti. Y-intercept. Endi qarang, x ga a qo'y deyapti, lekin y-ing 6 chiqsin deyapti. Ya'ni -8 taqsim 7 ni a ga ko'paytir va 8 ni qo'sh, javobing lekin 6 chiqsin deyapti. Birinchi 8 bu yoqqa minus o'tkazamiz. -8 taqsim 7a. 8 bu yoqqa minus o'tadigan bo'lsa, -2 qoladi. Barobar ikki tarafdan minus bo'lsa, ularni tashlab yuborsak bo'laveradi. Xo'p, 8 2 ga bo'lsam 4, 2 ni 2 ga bo'lsam 1. 7 ko'paytirib bo'lib turibdimi? Yo'q, bo'lish bo'lib turibdi ekan, ko'paytirish o'tkazamiz. Ya'ni 7 1 ni yoniga o'tsa, 7 ni o'zi. 4 ko'paytirib bo'lib turibdi. Uni esa 7 ni tagiga bo'lish qilib tushiraman. Ya'ni javob 7 taqsim 4 ekan. Bu esa C variantda berilyapti ekan, sini belgilab qo'yamiz ekan. Xo'p, demak ketdik. Keyingisi, ya'ni 21-chisi.
Bunda qanaqa vaziyat bizda ketyapti ekan? Xo'p, tenglar berib qo'ygan ekan. Tenglar berib qo'ygan. X intercept deyapti. X intercept degani y ga 0 bersang demoqchi. Y ga 0 bersang, y ga 0 bersang, x'ing j chiqadi deyapti. Desmosda kasrga qanday keltiramiz? Desmosda ishlamaganimiz yaxshi shuning uchun. Ya'ni atay desmos ishlamadi, chunki javobga qarasam kasrda ekan. Lekin mana bunday qilsangiz adashmasam chiqardi yo chiqmaydimikan? Desmosda menimcha kasr ko'rinishida qolib ketadi-da, ya'ni uni ko'rinishda. Nima deydi? O'nli kasr ko'rinishda. Lekin sal tushunsangiz, misol uchun mana bu 1,75 deb chiqarib beradi. 1,75 degani demak musbat. Ikkita variantni o'chirib tashlaysiz. Bu 4 taqsim 7. Bu to'g'ri kasr. To'g'ri kasr degani 1 dan kichik bo'ladi. Bu noto'g'ri kasr 1 dan katta bo'ladi deb tanlab ketaverasiz. Aynan sizni 7 taqsim 4 ga o'xshash bo'lishi shart emas. 1,75 deb desmos chiqarib bersangiz, 7 taqsim 4 tanlab olasiz. Xo'p, demak 21-si. Xo'p, bu aytyapti y ga 0 qo'y, j chiqadi deyapti. Demak y-intercept to'rtburchakchada har doim chiqarib bermay qoladi-da. Ya'ni hozirgi vaziyatda chiqarib bermasligi mumkin. Y-intercept deyapti. Y-intercept esa x ga 0 qo'y degani. X ga 0 qo'ysang k chiqadi deyapti. Bu degani qarang, j ni k ga bo'lgan topib ber deyapti-yu. Y ga 0 qo'yganda chiqqan javobni x ga 0 qo'yganda chiqqan javobga bo'l deyapti. Xo'p, bizda yana nechta misol bor? Ishlab ko'rmadingizmi nechta misol borligini? Nechta misol bor deb men sizlardan so'rashim kerak edi. Siz men yerda 49 ta misol bor ekan. 49 ta ishlarni deb siz aytishingiz kerak edi. Xo'p, demak j ni k ga bo'lsak, birinchi qarang. X ga 0 qo'yamiz. X ga 0 qo'ysak, 0 bo'lib ketadi. 4y joyida qolsin. 27 ni u tarafga qarab minus o'tkazaylik. Bu degan 4 ni bo'lish qilsam, y ning qiymati minus 27 taqsim 4. Bu chiqqan javob men uchun y-intercept. Ya'ni y-intercept x ga 0 qo'yganimda ekan. X ga 0 qo'yganim menga k chiqadi deyapti. Demak, bu aslida k. Endi y ga 0 qo'yish kerak. 9x turibdi. 9x ni ochib qo'yamiz. Endi y ga 0 beramiz. Y ga 0 bersak bu yo'q bo'lib ketadi. Ya'ni 9x sizda 27 bo'lib qoladi. X ni qiymati shunda 27 ni tagiga 9 tushadigan bo'lsa 3. Mana x intercept, ya'ni bu biz uchun j edi, mana bu k. J ni bo'lamiz k ga, ya'ni minus 27 taqsim 4 ga. Birinchi darsda o'rgatgandim, ikkinchi darsda o'rgatgandim. Sonni kasrga bo'lish. Bu qanaqa bo'ladi? Suratdagi son o'zida qoladi, maxrajdagi esa teskari bo'lib, ya'ni 4 tepaga 27 pastga tushib ko'paytiriladi. Shunda mana bu 3 ni 3 ga bo'lsa, 27 ni 3 ga bo'lsa, bu 90 bo'lib qoladi. Va javob minus 4 taqsim 9. Tushundingmi? Da, xuddi shunday. Demak, yozib qo'yamiz minus 4 taqsim 9 ko'rinishda. Xo'p, 22-si. Bunda qanaqa vaziyat ketyapti ekan bizda? Aytishi bo'yicha graph of the line 22 da to'xtay, 22 gacha hammasi yaxshimi 21 da? Xo'sh, tushunyapsizmi o'z nima bo'lganligiga? Mana shu birinchi 20 da ayda kimdan nechta chiqqan? Xo'sh, birinchi 20 tali bo'yicha bitta yozaveraylik. Kimdan nechta chiqqan? Faqat minus adashdim 17 ta, taxmin qilgandan tashqari bitta. Okey. Qolganlardachi? Ishlashga ulgurman edim. SATdan boshqa nima ish qilyapsizlar? Aytdim sizlarga, SATdan yaxshi natija qilaman desangiz, faqat kuningizni SATga berishingiz kerak. Bo'lmasa natija kutmanglar lekin. 110 dollar to'lagan pulingiz havoga ketib qolishi mumkin. Okey, 18 ta. Birinchi boshlanganda, ya'ni 20 tadan uje sizlardan 18 tadan baland chiqsa, 18 dan baland degan cho'tki, zo'r degan. Uje 15 tadan balandni normalli. Ya'ni birdaniga inglizcha matematika kirib 15 ishlaydigan bo'lsangiz normalli. Lekin 12 tadan uje pasti uje bo'lmaydi lekin. 12 tadan pasti bizda ancha past degan. Ya'ni to'g'ri chiziq bo'yicha sizda salgina bilim past degan. Uning uchun siz nima qilasiz? To'g'ri chiziqlar bo'yicha o'zbekcha darslarni ko'rib chiqishingiz kerak. Ya'ni YouTube'ga yozsangiz lines, ya'ni to'g'ri chiziqlar deb yozadigan bo'lsangiz o'zbekcha darslar bor. O'zbekcha darslar ko'rib chiqib, ya'ni bilimingizni oshirib, keyin SAT misol ishlab ko'rasiz. Menimcha shundan keyin o'sadi. Chunki oldingi o'quvchilarimiz ham shunday qilgan. Xo'p, mana line. Mana to'g'ri chiziq berib qo'ygan ekan.
Va mana shu to'g'ri chizig'imiz qayerda desangiz, endi x y plane debdi. X y o'qida. Bizga bir tiyinlik qizig'i yo'q mana shu gaplarni. Esdan chiqarmang. To'g'ri chiziqning grafigi x y plane'da x bu konstant, bular kerak emas. Begochilar qarab o'qiydi buni, biz o'qimaymiz. If, ya'ni agar. Agar line deyapti, ya'ni mana shu to'g'ri chiziq deyapti. Contain qilsa, contain degani o'z ichiga olsa. O'z ichiga olsa. Nimani o'z ichiga olsa? Pointni o'z ichiga olsa. Point degani nuqtani o'z ichiga olsa. Qanaqa nuqta desa, A qo'ysa B chiqadigan nuqta ekan. Xo'p, this is what is a slope? Slope so'ralyapti. Nimaning slope desangiz, line-niki deyapti. O'sha to'g'ri chiziqniki faqat in terms of. Mana shu so'z nima tarjimasi? In kim aytib yuboradi? In terms of. Tarjimasini nima aytadi, yozib o'raylik. Xo'sh, biladiganlar bormi bizda? Xo'sh. Bir kishi yozdi, qolganini bilmaydim. Bilan ifodalamoq. Aha. HP degan countdan to'g'ri javob keldi bizda. Bilan ifodalash. Ifodalash. Ya'ni A va B orqali ifodalab ber deyapti. Xo'p, nima qilamiz? A qo'ysang B chiqadi deb nuqta berdimi? Umuman SAT savollarida sizga nuqta berdimi? Uni olib borib qo'yishingiz kerak. Misol uchun bizga nuqta beribdi. A qo'y deyapti ikkisiga. A qo'yadigan bo'lsak, AK bo'lib qoladi. -2. Javobi B chiqish kerak ekan. Endi qarang, B ni yoniga 2 plus o'tsa, ya'ni AK teng bo'lib qoladi bizda B plus 2 ga. K ni oldida A ko'paytirish bo'lib turganligi uchun B plus 2 ni tagiga bo'lish bo'lib tushadi. Naborot bizda K qolish kerak, chunki burchak koeffitsient so'ralgan A bo'lish bo'lib tushadi. Mana bizda slope x ni olib turgan koeffitsient va A va B orqali ifodalandi. Mana bizga slope B plus 2 taqsim A. Bizda javob B varianti berilyapti ekan. Xo'p, demak ketdik. 23-si. Bu nima deyapti? Graph deyapti. Grafigi ning. Xo'p, nimaning desangiz, 4x minus 5y2 deyapti. Xo'p, nima qilingan? Translated down. Translated keyingi darsimizda o'tishimiz kerak edi. Ya'ni funksiyalar ko'chirishni hozir ham demak sizlarga qisqacha aytib ketaman. Translate degani ko'chirish deganda o'zi. Xo'p, ustiga yozib ketamiz. Ko'chirish. Ya'ni ko'chirish down. Bizga 4 ta so'z bor, qarang. Tepada yozib qo'yganman u narsani down. Pastga. Buni sinonim, ya'ni buni antonim teskarisi bizda up deydi. Up degani yuqoriga. Yuqoriga. Endi qisqacha mana shu misol ishlash uchun, mana shu misol tushunish uchun aytib ketaman sizga. Y barobar 2x plus degan 4 degan to'g'ri chiziq bo'lsa, bormi sizda? O'shani ikkita tepaga ko'tar desam, siz nima qilasiz ekan? Mana shu tenglamaga 2 ni qo'shasiz ekan. Ikkita tepaga ko'tar desam. Ya'ni mana bunday o'tgan chiziqni ikkita tepaga ko'tarish desak, ikkita tepaga ko'tarilsa, demak asli tenglamasi 2 qo'shilgan vaziyat bo'lib qolar ekan. Ikkita pastga tushiring desam, siz 2x plus 4 dan 2 ni ayirasiz ekan. Qisqacha shu. Demak, up qilmoqchi bo'lsak, ko'tarmoqchi bo'lsak qo'shamiz. Down, ya'ni pasaytirmoqchi bo'lsak ayiramiz. Faqat y barobar degan holat esdan chiqmasin. Xo'p, demak men buni oldin y barobar degan ko'rinish olib kelishim kerak ekanda. Xo'p, 5y qolsin joyida minusi bilan 4x u yoqqa minusni o'tsin va plus 20 ham turaversin. Endi -5 ga bo'lib o'raylik. Demak, -5 ga bo'lsak, -4 taga -5 tushadi. X turibdi. 20 ni -5 ga bo'lsak esa -4. Endi qarang. Tenglama ikkita minus-ku tashlab yuborsak, 4 taqsim 5x -4 ekan. Mana tenglama. Mana tenglama. 8 ta pastga deyaptimi? Bo'ldi, 8 ta ayiring. 8 ta ayirib qo'ysak, endi bizga tenglama qanaqa bo'lib qoldi? Tenglamamiz 4 taqsim 5x -12 bo'lib qoldi. Bizga y-intercept so'ralyapti. Y-intercept. Y-intercept nima degani? Y-intercept degani bu ozod hadi edi, eslaringizda bo'lsa. Mana buni biz y-intercept deb qarardik. Javob -12 ko'rinishda bo'lar ekan. Bu mana shunday tanlab olasiz ekan. Demak, down desa ayirasiz, up desa qo'shasiz. Xo'p, demak -12 deb yozib ketamiz mana bu yerga. Xo'p, 24-si. Bunda qanaqa vaziyat ketyapti ekan bizda? Aytishi bo'yicha T degan line. Line degan so'zni bo'ya tushundik. To'g'ri chiziq ekan. To'g'ri chiziq. Mana shu to'g'ri chiziqning T bilan V. Bular perpendikulyar deyapti.
Perpendikulyar deganda xayolimizga sirasi burchak koeffitsiyentlarini ko'paytmasi minus 1 kelishi kerak. Va aytishi bo'yicha equation deyapti. Equation degan tenglama. Tenglama. Nimaning tenglamasi desa, t degan to'g'ri chiziqning tenglamasi deyapti. Va u mana bunday ko'rinishni berib qo'yibdi sizga. Endi v degan to'g'ri chiziqniki bor ekan, u passes through. Passes through the point. Ha, nuqtadan o'tmoq. Nuqtadan o'tmoq. Xo'p, mana shuni tushunsak, what is the y-intercept deyapti. Y-interceptning qiymati qanaqa degan narsa ketyapti ekan bizda. Xo'p, y-intercept degan y-ni kesadigan. Y-ni kesadigan. Xo'p, y kesadigan nuqta bizga kerak ekan. Xo'p, nimaniki? Line v niki. V degan, demak, to'g'ri chiziqniki. Xo'p, bu yerda nima qilamiz? Xo'p, bu yerda biz, demak, -3 berilibdi, y-intercept. Birinchi o'rinda t degan to'g'ri chiziqni y barobar deb yozib olaylik. U qanday bo'ladi? 3y qoladi joyida. 4x ni u yoqqa o'tkazamiz-da. -4x deymiz va +10 deb yozamiz. 3 ko'paytiruvchi 3 ni bo'lish qilamiz. Ham -4 3 ga bo'lamiz, ham 10 3 ga bo'lamiz. Mana tenglama tayyor. Bu tenglama t degan to'g'ri chiziqniki. T ga esa v perpendikulyar. Bu degani men v degan to'g'ri chiziqnikini yozmoqchi bo'lsam, qarang, buniki minus-ku, demak meniki plus chiqadi. Buniki 4 taqsim 3 ekan, meniki demak 3 taqsim 4 chiqadi. Bo'ldi. Chunki ko'paytmasi -1 berish uchun boya shunday qildik. To'g'rimi? Ya'ni -1 berish uchun teskari qilib oldik. Agar biri musbat bo'lsa, birini manfiy oldik, biri manfiy bo'lsa, ikkinchisini musbat oldik. Endi qarang, yoniga ikkisini qo'shib qo'yaverasiz, chunki bu slope. Xo'p, bizga ozod hadi haqida lekin ma'lumot yo'q. Lekin men bilaman, -3 qo'ysam, ya'ni -3 ni ko'paytirsam, xo'p, menda javobim 3 chiqadi ekan. Endi qarang, mana bu surati ko'paytirilsa, ya'ni tepadagi surati ko'paytiriladi. -9 taqsim 4 plus b, bu sizda 3 chiqar ekan. B o'zi qolsin, 3 ni yoniga 9 taqsim 4 o'tkazamiz. Bunga 4 mahraj bersak, 4 kira 3 12, 12 plus 9 bo'ladi, mahraj esa 4. 12 ga 9 21, mahraj 4. Demak, bizda javob 21 taqsim 4 ekan. 21 taqsim 4. Bo'ldi, mana shuni topib qo'yasiz ekan. Ketma-ketlik nima bo'ldi? Birinchi y barobarga olib kelib oldik. Y barobarga olib kelganimizdan keyin buni to'g'risini burchak koeffitsient topdik-da, buni burchak koeffitsiyenti orqali mendagi perpendikulyar bo'lgan v nikini topib oldim. Va v da yotadigan bitta nuqta bor ekan, tayyor to'g'risini tiklab oldim. Javob 21 taqsim 4. Xo'p, demak 25-chi. Bunda qanaqa vaziyat ketyapti ekan bizda? Xo'p, bizga demak berib qo'ygan masalamiz bo'yicha f is linear. F is linear degani function f bizda chiziqli. Chiziqli. Okey, chiziqli ekanini tushundik. Qarang, bu o'zi bizda mavzumiz chiziqli tenglama, lekin imtihon aytadi-da, f bu yerda linear deydi. F chiziqli deydi. 3 qo'ysang 21 chiqadi. Va mana shu yerda men boya sizga o'rgatgan narsa ishlaydi. When, ya'ni qachonki. Kim buni javobda aytadi? Qachonki. Qachonki x'ing increase by 2 deyapti. Qachonki x ning qiymati deyapti 2 taga oshsa, ya'ni increase degan oshsa-ku. Oshsa, value of fx, fx bir y bitta narsa. Fx nima, y nima bitta narsa egalasi. Bir tiyinli qisqi yo'q. Y deyapti, increased by y oshadi deyapti 8 ga. Oshadi y 8 ga. Xo'sh, f degan to'g'ri chiziq qanday bo'ladi tenglamasi? Nima deysizlar? Slope nima? Slope ni birinchi. Slope bu yerda necha bo'ladi? Bitta slope aytib o'ylang menga. Xo'sh. Slope bu yerda necha bo'ladi? 3 bo'ladimi? Mhm. 4. Demak, biz 3 kishi 4 degan variantni yozdik. Men boya o'rgatdim sizga, qarang. Oddiygina y barobar 2x plus 2 da ko'rsatib beraman. X ni qiymati 0 bo'lsa, y ning qiymati 2 bo'ladi. X ni qiymati 2 bo'lsa, y ning qiymati 6 bo'ladi. X ning qiymati qarang 2 taga oshganda, y-imizning qiymati 4 taga oshdi. Nimaga? 2 marta slopga oshdi. Chunki biz boya ko'rdik. X ning qiymati bittaga oshsa, y-imiz slopga oshardi. Bu yerda o'zi aytib qo'ygan, qani x ning qiymati 2 taga oshsa, y-ning qiymati 8 taga oshadi deyapti. Ha, bu yerda mana bu 8 ni 2 ga bo'lib qo'ysangiz, sizga slop chiqadi. Ya'ni slop 4x deb boshlanishi kerak. Va b degan joyi bor, lekin biz qolganini bilmaymiz. 3 qo'ysa 21 chiqishi uchun 4 kira 3 12. 12 ga nima qo'shsam 21? Albatta b teng 9 ko'rinishi kelar ekan.
Volt tenglamasi 4x plus 9 deb C variantini demak tanlab olsak bo'ladi ekan. Xo'p, bundan tashqari o'zi nimaga biz bu ishni qildik? Qarang, x ning qiymati 2 taga oshsa dedi. Y ning qiymati 8 taga oshadi dedi. To'g'rimi? Mana shu vaziyatda qarang. Siz uchun mana bu nuqta x1 bo'lsin. Mana bu nuqta x2 bo'lsin. X2 dan x1 ni ayiradigan bo'lsangiz, ya'ni sizda hozir ikkitaga oshdi degan gapini o'zi mana shu. X2 dan x1 ni ayirsang, hozir senda 2 chiqish kerak degani. Xo'p, bu nima degani desa, bu biz uchun y1, bu biz uchun y2. Y2 dan y1 ni ayiradigan bo'lsak esa 8. Y2 dan y1 ni ayiradigan bo'lsak 8 edi. Ha, biz boya slopni qanaqa tasvirladik? Slop dedik, bu bizda nima? Y2 minus y1 edi. Bizda bor-ku mana 8. 8 ni qo'yib qo'yamiz. X2 minus x1 edi. Ha, 2 bor-ku bizda. 2 ni qo'yib qo'yamiz, ya'ni 4 ekan. Mana asl kelib chiqishi. Men prosta buni narsani sizlarga tushunish uchun aytib ketdim. Asl mag'izi mana shu. Ya'ni aslida bu ham delta x, delta y dan olingan. Delta degani ikkalasining farqi. Xo'p, demak ketdik. Bizda 26-si. Bunda qanaqa vaziyat ketyapti ekan. Xo'p, demak bizda graph deyapti. Graph degani grafiki. Ning nimaning desiz, line, to'g'ri chiziqniki deyapti. Qayerda XY plane bizga qiziq yo'q qayerda ekanligini. Lekin u passes through deyapti. Passes through degani o'tmoq. Qayerdan o'tadi desiz, point deyapti. Qanaqa point desiz, 4 qo'ysang 6 chiqadigan nuqtadan o'tadi deyapti. Va yana crosses deyapti. Cross degani kesmoq. Kesmoq. Y axis degani Y o'qi. Y o'qini kesadi deyapti. The point qaysi? Mana bu nuqtada. Y ni kesadi degan Y intercept demoqchida qisqasi. Ya'ni ozod hadi. Intercept. Xo'p, yana line crosses deyapti. Line kesadi deyapti. Nimani? X axis, endi X o'qi deyapti. Buni esa bu nuqtada ekan. Lekin bizga nechida kesishi aytilmagan va o'shani topib berishimiz kerak. Nima qilamiz qarang. Bizda ikkita nuqta bor. 4 6 dan o'tar ekan va 0 10 dan o'tar ekan. Y dan Y ni ayirsak 4, X dan X ni ayiradigan bo'lsak -4. Demak javob -1. Bu degani to'g'ri chiziq oddiygina -1 deb boshlangan, ya'ni -x deb boshlangan. Va plus mana bu qarang, Y intercept biz uchun ozod hadi edi-yu. Tayyor aytib qo'yibdi mana 10 deb. Demak 10 ni qo'yib ketasiz bo'ldi. Tenglama tayyor. X intercept qanday chiqadi? X o'qini qayerdan bilamiz kesgan desa, X o'qini kesgan joyini bilishing uchun Y ga 0 qo'yasan deydi. X u tarafga qarab plus o'tsa, X teng 10 bo'lib qolar ekan. Mana aslida X intercept, ya'ni A nima bo'lishi kerak ekan. Demak bizda A ning qiymati 10 bo'lganligi uchun bizda, ya'ni A 10 bo'lsa, 10 qo'ygan vaziyatimizda javobimiz haqiqatan 0 chiqadi ekan. Mana shunday, demak biz lines misollarini ishlab olishimiz kerak ekan. Xo'p, demak bizda qolgan 27 tadan, ya'ni 27 tadan 49 gacha bo'ladigan bo'lsa, 22 ta, ya'ni yarmi. Demak, keyingi darsimizga qoladi. Ya'ni dushanba kuni sizlar bilan analiz qilamiz. Ertaga esa mana shu to'g'ri chiziq va 3 ta mavzu bo'yicha sizlarga 800 ballak test qilib beramiz. Ertaga uni ishlab olasizlar va dushanba kuni buni tugatib, yangi mavzuga o'tamiz. Shunda reja bo'yicha ketgan bo'lamiz. Xo'p, 26 talik bo'yicha hammasi tushunarli bo'ldimi sizga? Xo'sh. 26 talik bo'yicha hech kimda savollar qolmadimi? O'rgansa bo'larmikan? Ya'ni siz o'ylagandan osonmikan yo qiyinmikan? Zo'r tushundim. Aha. Tushunarli. Oson ekan. Aha. Bugun mo'k yo'q. Yo'q, bugun yo'q. Qiynalish bo'ladi. Misol uchun men bir oy tushunmasdan ishlaganman misollar. Misol sizlar kecha o'z dars boshlangan bo'lsa, sizlarga men o'rgatganim uchun misol qaysi joylar tushunarli bo'layotgan bo'lishi mumkin. Men bir oy tushunmasdan ishlaganman misollar. Nima o'rgatgan tushunmagan. U yoqdan bu yoqdan olib ketganman bo'ldi. Xo'p, demak tushundimmi? O'rgansa bo'ladi. Endi qoldirmay ishlayman. Aha. Tarjimasini qachon sizda o'rganib ketdim? Menga o'xshab tarjima qilib nima qilasiz? Undan ko'ra tarjima qilmasdan ishlashni o'rganing. 26 ni oxirini tushuntirib bering. Qarang, mana bu 0 qo'ysak 10 chiqadi deyapti-yu. Bizdagi y barobar mx plus b degan to'g'ri chizig'imda mana bu ozod hadi bor-u, o'sha 10 demoqchi. Chunki ozod hadimiz bu y kesadigan nuqtamiz bo'ladi.
O'zi aytib qo'yibdi mana y kesadigan deb. Qarang, y aksisni kesadigan mana shu deb qo'yibdi. Demak, sizga mana bu ozod hadi 10 deb qo'yganda. Ya'ni tenglamiz bu -1 degani -1x deb yozmaysiz-ku. Ya'ni -1 x ni oldida yozilmaydi bilsangiz. Shuning uchun -x deb ketaveramiz. -x deganimiz aslida 1 bor degani oldida. Va plus 10 ni qo'yib ketamiz. Shunda sizga tenglama tayyor. X ni kesadi degani endi y ga 0 bo'lishi kerak. Y ga 0 qo'ysak, x bu tomonga o'tadi. Javobingiz 10 chiqadi. Mana shuni aytmoqchi sizga A deb. Ertaga qaysi vaqtda test tashlanadi? Ertaga 20:30 da test tashlanadi. O'zi bizda moklar har doim 20:30 da boshlanadi. Umuman keyinchalik ham sizlarga 800 ballik mok desak, bilaveringki, doim 8:30 da bizda boshlanadi. Xo'p, demak darsda qatnashgan hammaga rahmat. Bugun demak tushuntirishim kerak bo'lgan misollar mana shunday iborat edi. Savollar bo'lsa, lishkam bilasizlar yo gruppaga yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Vazifalar boti bizga ishga tushdi. Sizlarni support teacherlaringizga hamma ID'sini berganmi? Bitta yozib olinglar-da. Support teacherlaringiz Telegram ID'ni sizdan so'radim. Telegram ID'ingizni biz botga bersak, botdan faqat sizlar foydalanasizlar. Boshqa akkauntdan kirsalaringiz bot ishlamaydi. Berdik. Aha. Xo'p, juda zo'r. Bergan bo'lsangiz hozir kiritib qo'yaman. Endi vazifalarni topshirasizlar. Ya'ni vazifa support teacher topshirasizlar. Support teacher qabul qilgandan keyin sizlarga demak botda demak ball yoziladi. Uni qanday ishlatishni men tushuntirib beraman. Berdik. Okey. Demak, darsda qatnashgan hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Ertaga demak, ertaga emas, so'roq dushanba kungi darsimizda ko'rishamiz.